Assalomu alaykum aziz hurmatli Cherry avtomobillari ishqibozlari, Cherry Urganch obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda biz Arizo 8 gibrid avtomobilini qisqacha obzorini ko'rib o'tamiz. Bu avtomobilimizning tashqi ko'rinishini qarasangizlar, o'zining yorqin dizayni bilan ko'pchilik avtomobillardan ajralib turadi. Yo'lda harakatlanganlaringizda bu odam shu mashina hozir yetib qaraydi. Endi avtomobilimizning xarakteristikasini to'xtaladigan bo'lsak, bu avtomobilimiz gibrid hisoblanadi. 1.5 turbo motor, keyin elektromotori общий 347 dona ot kuchidan iborat bo'ladi. Bu degani sizlar razgon olganlaringizdan 7,5 sekundda 100 gacha chiqib beradi. Atigi 100 km 3,9 litr benzin rasxod qiladi. Eng ekonomik avtomobillarimizdan birisi hozirgi kunda Cherry'da. Endi to'liq LED optika bilan jihozlangan avtomobilimiz ko'rishlaringiz mumkin. Gibrid bo'lganligi sababli reshotka radiatorlarimiz ham o'zini xos etib ishlatilgan. Avtomobilimizda oldingi qismidan uni ko'rishimiz mumkin. Oldingi qismida avtomobilimizning parktronikasi va oldingi kameralari elektronli o'zini emblemalarini ko'rib o'tsak bo'ladi. Oldingi qismida ko'pgina funksiyalar joylashtirilgan, masalan, avtopilot kameralarimiz va to'liq oldi va orqa qismlari parktronikalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu hammasi o'zini LED texnologiyada bazalangan, ko'rishlaringiz mumkin. Eng yuqori sifatdagi yoritish chiroqlari bilan ta'minlangan. Avtomobilimiz 18 dyumli litiy diskalar bilan jihozlangan bo'ladi, yumshoq balonlarda. Shu o'rinda e'tibor berib o'tishlaringizni so'raymiz. Avtomobilimiz eng yumshoq hadovoydagi avtomobillardan birisi. Buni sinab ko'rish uchun sizlar bemalol Cherry Urganch avtomobil salonimizga kelib turib, avtomobillarni test drive etib ko'rishlaringiz ham mumkin. Xarid qilmasdan alding. O'zlarimizning test drive platformalarimiz bor. Bemalol haydab ko'rib o'zlaringiz amin bo'lsangiz bo'ladi. Keyin bokovoylarimiz ham o'zgacha ishlatilgan. Yon taraf yoritish chiroqlari ham bokovoylarimizda joylashtirilgan bo'ladi. Eshiklarimizda 5 ключевой sensorli dostuplarimiz mavjud. Bokovoyimizda eng asosiy slipoy zona datchiklarimiz ham o'rnatilgan bo'ladi. Bu ham xavfsizlik taraflama yana bir avtomobilni texnologik jihatdan mukammal ekanligini bildirib o'tadi. Endi avtomobilimizni o'ng tomonida benzin yoqilg'i bakimiz, chap tarafida esa elektr bilan o'zini zaryadlash tizimimiz joylashtirilgan bo'ladi. Avtomobilimizning orqa qismi ham to'liq LED linzaviy optika jihozlar faralari bilan jihozlangan bo'ladi. Yuk xonamiz ham kattagina, ko'rishlaringiz mumkin. O'zini komplektida uyda zaryadkaga qo'yaman desangiz, shunday zaryadchiklari chiqadi. Endi bir yerni ochib o'tamiz. Avtomobilimizda to'liq Euro 6 standartdagi gibrid avtomobil hisoblanganligi sababli zapaska balonimiz yo'q avtomobilimizda. Bundan nima bo'ladi? Sizlarga shunday o'zi masalan, mabodo yo'lda shunday bir baloni yorilsa yoki teshilsa, shu bilan yomon vulkanizatsiya yetib olishlaringiz mumkin. Bu o'zini komplektida chiqadi. Keyin orqa qismimizdan parktronikalar o'rnatilgan bo'ladi. Orqa kameralarimiz. Ochib o'tganimizdan eshiklarimizda 5 ключевой dostupimiz mavjud. O'zi avtomobilning tashqi dizaynini e'tibor bersangiz, bir xo'shroq ishlatilgan. Ya'ni avtomobilimiz biznes klass turkumidagi avtomobillar qatoriga kiradi. Mana diskalarning dizaynini e'tibor bersangizlar ham, masalan, har xil yangidan nolida biz o'zlarimiz tilda aytganda ajib-ujib bo'layotgani yo'q. Bu biznes klass avtomobillarni haydaydigan mijozlarga mos keluvchi avtomobil hisoblanadi. Endi salonning ichine bir e'tibor berasiz. To'liq koja bilan qoplashgan. Eshiklarimizda sideniya pamitlarimiz o'rnatilgan, keyin sideniya upravleniyamiz va akustika sistemamiz to'liq Sony akustika bilan jihozlangan bo'ladi. Multirul, avtopilotimiz, katta panorama lyukimiz, 360 kameramiz, slipoy zona datchikimiz, klimat kontrolimiz. Yana bir yerine e'tibor berib o'tasiz, avtomobilning saloni juda keng bo'ladi. Ya'ni orqa qatorda o'tirgan yo'lovchilar ham bemalol o'rnashib, joylashib ketadi. Endi yanada to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizani Urganch shahri Xiva yo'lini
Shundayki, Xiva Kruk yonidagi avtosalonimizga tashrif buyursangiz bo'ladi. Bu yerda avtomobillarimiz nalichida tayyor. Avtomobilimizning narxi 364 million 900 ming so'm. Naqd, kredit yo foizsiz bo'lib to'lash yoki lizing asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Test drive'larimiz ham mavjud, tradingimiz ham mavjud. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.